Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni hayratda qoldirish maqsadida ikki xil mazali, noodatiy salat retseptini ko'rsataman. Video davomida qanday tayyorlanishini ko'rsataman, kerakli ma'lumotlarni izohlarda yozib qoldiraman. Ishimizni birinchi bo'lib basayka romini somoncha shaklda to'g'rab olishdan boshlaymiz. So'ngra tuz va issiq suv qo'shib 20 daqiqaga aralashtirib qo'yamiz. Bu vaqt mobaynida qizil bulg'or, achchiq qalampiri, sarimsoq, ko'katlardan esa ko'k piyoz va kashnishni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. 20 daqiqadan so'ng karomni suvini to'kib tashlab, ustidan to'g'rab olgan mahsulotlarimizni ziravorlardan esa shakar, murch, achchiq va shirin paprika, 3 osh qoshiq soya, 1 osh qoshiq uksiz va qizdirilgan yog'ini solib, salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi esa ikkinchi salatni qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Mayda pomidorni 2 bo'lakka, bodringni esa yarim oy shaklida to'g'rab olamiz. Piyozni parrak qilib to'g'rab, bedana tuxumni ham 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Ana endi esa asl barakani men juda ham yaxshi ko'radigan o'vchi kalbasasi hamda tovuqli kalbasalarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Idishimizga salat bargi hamda to'g'rab olgan mahsulotlarimizni ketma-ketlikda solib, salatimiz ta'mini yanada boyitish uchun ziravorlardan tuz, murch, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Do'stlar, Xitoy tuzi qo'shmasdan ham shunaqa mazali, suvli qilib salat tayyorlasa bo'ladi. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu fursatdan foydalanib sizlarga kattakon rahmat aytib qolaman. Sizlarga yanada lazzatli retseptlarni ulashishda davom etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.